Mahallaning obodligi avvalo shu hududda yashayotgan insonlarning tashabbusi, mehnati va birligiga bog'liq. Bugun yurtimizda mahallalarni yanada obod va ko'rkam qilish, hududlarda ozodalik va pokizalikni ta'minlash, xonadonlar atrofini tartibga keltirish katta yu kichikning asosiy vazifasiga aylangan. Masalan, Sharof Rashidov tumanidagi 2550 ta oila istiqomat qilib kelayotgan Oqtoshota mahallasidagi 22 ta ko'chada tozalik va ozodalik ishlari hamjihatlikda olib borilayotgani fikrimiz tasdig'idir. 17 yillik bilan obodonlashtirish ishlari olib boramiz. Shunga keyin qo'shimcha yana qayerda kamchiliklar bo'lsa qilinib, hozir ikkita ko'chamizda hozir elektr simida muammo bor edi, o'shani ham elektritsiyetning xodimlari kelib, buni bugun o'shani bartaraf qilyapti. Ko'chamizda muammo yo'q, asfalt qilingan, hamma suv, gaz, hamma narsa bor. Faqat obodonlashtirish ishlarini qildik, aholi o'zi qildi, biz faqat dalda bo'ldik. Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan mahalla ozodaligi va mehr-saxovat oyligida mahalla ahli ko'chalarni, ariqlarni tozalamoqda. Bir vaqtning o'zida devorlar tartibga keltirilib, oqlanyapti. Daraxtlarga shakl berilib, oqlanib, atrof begona o'tlardan tozalanmoqda. Bundan tashqari mahallaga biriktirilgan 17 talik a'zolar ham belgilangan vazifalarni o'z vaqtida bajarishga kirishgan. Chiqindilar o'z vaqtida olib ketilib, ko'chalarga suvlar sepilyapti. Aholini qiynab kelayotgan yo'l va elektr energiyasidagi muammolar bartaraf etilmoqda. Xususan, 400 metr zamonaviy sep kabellar tortilishi natijasida 75 ta xonadon elektr energiyasi bilan ta'minlandi. Bu kabi muhim tashabbuslar faqat ko'chalar va jamoat joylari bilan cheklanib qolmay, har bir xonadonga kirib boryapti. Uy egalari o'z hovlisi, darvozasi va yashash joyining ozodaligiga mas'uliyat bilan qaramoqda. Masalan, Tolmasjon Asqarovning asl kasbi shifokor, ammo u kezi kelganda dehqon, bog'bon va chorvadordir. Sababi 8 sot hovlisida puxta reja va uzoqni ko'zlab amalga oshirgan ishlari kishini hayratlantirishi tabiiy. Avvalo hovlining asosiy qismida landshaft ko'rinishidagi yashil bebog' xonadonga fayz baxsh etib turibdi. Bundan tashqari mahallaning drayverdan kelib chiqib, naslli chorvachilikni yo'lga qo'ygan Tolmasjon ular uchun oziqani ham shu kichik tomorqada tayyorlaydi. 5 sotix maydonda chorva uchun makka lavlagi oziqasi 3 ga bo'lib ekilgan, tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish tizimini yo'lga qo'ygan. Tomorqada ro'zg'or uchun zarur mahsulotlar ham bor. 50 tubga yaqin mevali daraxtlar esa hosil berib turibdi. Asl kasbim shifokor, kardiolog, vrachman. Lekin mana shu kasbdan tashqari ortib, mana shu xonadonimda fayzli, chiroyli bir bog' barpo qilganman, landshaft qilib. Bundan maqsad har kuni ish unumdorligini oshirish uchun, xonadonda fayzli, ko'rkam, chiroyli ko'rinish uchun, kimdir mehmon kelsa, yaxshi kayfiyatda, yaxshi taassurotda qoldirib ketish uchun oddiygina bog' emas, juda ko'p respublikalardan, boshqa ko'p mamlakatlardan kelgan, Yevropadan kelgan mana sharchalarimiz, pixta, normand, Polshadan kelgan, mana Kamila degan gulimiz Xitoydan kelgan. Mana archalarimiz, bu archalarimiz Blue Americano deyiladi. Bu ham Yevropa, Italiyadan kelgan. Faqatgina iqlimimiz ancha bizda issiq bo'lganligi uchun Rossiyadan kelgan gortenziyalarimiz bizda iqlimga moslasha olmadi. Qolgan daraxtlarimiz juda ham yaxshi moslashdi. Hattoki bu mana Yaponiyadan kelgan Nandiniya. Juda yaxshi issiqsevar, chiroyli, qishda barg tashlamaydi, qip-qizil bo'lib, qishda ham bundan-da yorqin, go'zal bo'ladi. Bundan tashqari mana atirgullarimiz bor, payvand bo'lingan, bir tubda 5 xil rangda soladi. Mana archalarimizda yana turlari ko'p, yer bag'irlab o'sadigan, poligorizontalniy. Bu ham men ideyaga va fantaziyaga bog'liq. Ko'plar gazon ekadi, gazonni doim o'rib turish kerak va u yashillik bergani bilan ortiqcha manzara bermaydi. Bu bedamiz clever deyiladi, ya'ni yovvoyi beda. Bu 3-4 xil shaklda gullaydi, o'sib ketmaydi, doimiy yashil bo'lib turadi. Buni o'rish shart emas, bir me'yorda turadi. Bundan tashqari mana tog'lardan kelgan toshlarimiz bor, har xil rangdan yig'ilgan, qora, oq, qizil, chiroy ko'rinish berish uchun. Keyin shifobaxsh o'tlarimiz bor, mana limon o't deyiladi davlinaga. Mana bu yerda kiyik o'tlarimiz bor. Bularni hammasini iqlimlashtirsa bo'ladi. Muhimi insonda xohish va istak bo'lsa bo'ldi. Hamma narsani yaratsa bo'ladi. U tog'dan bo'ladimi, boshqa davlatdan bo'ladimi? Yevropadan kelgan mana lavandalarimiz bor. Hozir guldan qoldi-yu, lekin bahorda juda aromatli hid beradi. Manzarasi juda chiroyli. Faqat har bir narsani qilgandan keyin uni katta mehnati turadi. Bu oftobdan saqlash kerak. Kuniga 5 minut kechasi salqinlatadigan fontanchalardan suv sepib turishimiz kerak. Bir oyda bir marta o'zini biogomislari bor. Barigidan oziqlantirib turish kerak.
Mana shu narsalar bo'lmasa, respublikamizdagi anomal issiqlar bir haftaga olib bormaydi buni. Shuning uchun iqlimga moslashtirib, qo'ldan kelgancha palatkalarni tutib, sharoitini qilib, hozircha ko'kalamlashtirib turibmiz. Bu narsa nafaqat menga, hovlidan kirib kelgan odamga juda katta zavq beradi. Odam qancha zavqlansa, hordig'i chiqadi, charchog'i chiqadi. Butun bor ichidagi ishdagi bo'ladigan, ko'chadagi bo'ladigan salbiy odatlarni chiqarib ketadi. Xuddi charchoqlarni chiqarib, yana ishga tayyor bo'lasiz. Bu sizda mana shuni ko'rib qo'ni qo'shnilar ham sal tashabbus ko'rsatib, biz ham qilamiz degan bir uyg'otyapsizmi? Atrofdagilarim uyg'onyaptimi sal? Hozircha uyga kelib rasmga olib ketgan odamni o'zi 15 tadan oshdi va nima qilish kerak? Qaysi navda olib kelish kerak, qanday ekish kerak? Bularni hozircha barchasini yozib ketdi. Oddiy narsadan ham qilsa bo'ladi, lekin parvarishda juda gap katta. Chorvachilik va mana shu bog'dorchilikka juda qattiq qiziqaman. Hattoki mana shu yonimizda turgan olma daraxti, bitta olma daraxtining o'zida 3 xil olma, 2 xil nok bor. Bitta tutni o'zida 5 xil meva bor. Hozir shu hosillarni terib yeganmiz. Hattoki shaklda, shamoilda kelgan odam, hattoki baxmalliklar kelib havas qilib ketgan joyi bor mana shu olmaga. Mana chorvaga qiziqaman deysiz, mana chorvangiz naslli chorva ekan. Mahalliy chorva bilan naslli chorvaning farqi qanaqa? Uni ko'paytirish niyatingiz bormi? O'zimiz mana bozordan jaydor olib kelganda 5 oy boqqanda 1 million so'm foyda qilgan. Sifatli semental zotini olib keltirib 9 oyda 17 million so'm sof foyda qilgan joyim bor. Bu sifatda, zotda nihoyatda gap ham katta, barakat ham katta. Kelgusidagi rejam mana shu hozirda chorvachilikni ko'paytirish. Hozir shu kungacha biz faqatgina nasllik novvoslarni olib kelib, shu elga, ya'ni Sharof Rashidov Oqtoshota mahallasiga chorvachilikni rivojlantirish, naslchilikni rivojlantirish uchun qishloqqa tavsiya qilamiz va o'zlari kelib xonadonga kelib urchitib ketadi. Naslchilikni yaxshilash borasida. Ana endi naslchilikdan tashqari endi bo'rdoqchilikni rivojlantirmoqchiman. Mana yerda hozir 10 ta novvosga joy tayyorlayapman. Xudo nasib qilsa, Alloh nasib qilsa, noyabr oyida tayyor bo'ladi. Dekabr oylaridan boshlab mana mahalladan hozir keldi. Chorva naslli chorvaga kam foizli kreditlarni tavsiya qilyapti. Nasib qilsa, o'sha orqali 10 ta novvos olib boqmoqchiman. Hovlingiz, xonadoniniz kichkina-ku, 10 ta chorvani qanday sig'diryapsiz? 10 ta chorvani hamma narsa proyektga va moslashishga bog'liq. Mana shu 8 sotik joyda qarang, yemi ham chiqadi 8 sotik xonadondan. Joyi ham chiqadi. Kerak bo'lsa donini ham chiqaradi. Mana lavlagilar turibdi. 2 qator karmovoy lavlagi juda zo'r sorti 40-42 kilogramgacha olamiz shuni bir donasidan. Hamma ishni qilsa bo'ladi, faqat xohishda 1 metrga 1 metr joydan ham unumli foydalanish kerak. Mana shu hovlimda 9 metrga 9 metr joy bor. Har yili suvdan keykaman. 7 martagacha o'rib olaman. Buning balandligi mana ko'rishingiz mumkin 2 metrdan kam emas o'rayotgan vaqtimda. Shu darajada ser hosil va massasi yaxshi beradi. Bedaga nisbatan 20-30 barobar massasi ko'p. Shuning uchun men beda ekmayman yoki hozir mana oqjo'xori, so'rgo navi chiqqan. Sonra qurg'oqchilikka nihoyatda chidamli, massa zo'r beradi. Shakari ko'p, sutga ham, novvoslarga ham yaxshi ozuqa hisoblanadi. Xonadonning fayzi, barakasi nimada? Va odamlarga nima tavsiya qilasiz? Xonadonning fayzi, barakasi birinchi o'rinda tozalikda, tartibda. Eng birinchi o'rinda. Chunki mana shuncha xonadonga keladi odamlar. Nimaga xonadonda chorvang bori, hid yo'q deydi. Ilingan tozasini, o'sha axlatidek sirazni chiqarsangiz va uni ikkilamchi joyga olib borib biogomosga topshirsangiz, xonadoningizda turmasa, u hid bo'lmaydi. Naborot qancha daraxt ko'paysa, toza va xushbo'y hid taralib turadi.
Hovlida olib borilayotgan ishlar haqiqatdan mo'jiza. Aslida ham mo'jizalar inson qo'li bilan yaratiladi. Biroq bunday tashbihlarni hamma uchun ham qo'llay olmaymiz. Tumandagi Samarqand-Quduq mahallasida bo'lganimizda yuqoridagi ijobiy ishlarning 10dan birini ham ko'rmadik. 5 ta asosiy va 27 ta ichki ko'chalar uchun davlat budjetidan 2 milliard 800 million so'm ajratilib, 5440 metr yo'l asfalt qilindi. Uzoq yillardan beri ilk bor oqarsuv mahalla arxlariga kirib keldi. Biroq Samarqand-Quduqliklar bundan uncha ham xursand ko'rinishmaydi. Ko'chalarning har qadamida chiqindilar, yo'l bo'ylarida begona o'tlar. Uy atroflarida daraxt u yoqda tursin, gul yoki rayhon ekilganini ko'rmaysiz. Qaqrab yotgan cho'l qiyofasini berib turgan mahallada faollar, nuroniy va yoshlar, tashabbuskor xotin-qizlar negadir jim. Deyarli hamma xonadonlar og'irlantirib, Telegram kanallarimizga og'irlantirib boryapmiz. Qimirlamagan xonadon 4 ta 5 ta qoldi, og'irroq xonadonlar o'sharni joy-joyiga keltiramiz. Agar ko'mak kerak bo'lsa, ko'makga yordam qilamiz. Mahallada ikkita nodavlat va bitta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud. Ular orasida eng ko'p bolalarni qabul qilib olgan 15-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Tashkilot atrofi begona o'tlardan tozalanmagan. Hovlida bironta yangi ekilgan gul yoki boshqa salqinlik baxsh etadigan yashillikni ko'rmaysiz. Atrof supurib sidirilgan, ammo bir oydan beri chiqindi olib ketilmaydi. Bog'chaning tashqi tomonlarini ko'ryapmiz. Bu orqa darvoza tomonda tozalik ishlari olib borilmoqda. Hovli supuruvchilarimiz bugun chiqishga vaqti bo'lmagandir-da. Yantoqlar chopilmoqda. Yo'q. Chiqindilar turibdi-da, bu necha kunlik. Ha, obodonlashtirish anosiga aytdik, kelib qolar vaqt bo'lsa. O'zi kelib turadimi? Ha, kelib turadi. Qanchada? O'tgan oyda keluvdi, iyul oyining boshlarida keluvdi. Hali bu oyga kelgan yo'q endi. Bir oyda bir marta keladimi? Hududdagi 37-son umumta'lim maktabida esa ta'mirlash ishlari qurilish mahsulotlari yetishmasligi oqibatida vaqtincha to'xtagan. Oilaviy shifokorlik punkti atrofida ham tozalik ishlari ko'ngildagidek emas. Hovli burchiga anchadan beri rahbarlar o'tmay qo'yganini sarg'aygan, qovjiragan va o't bosgan maydondan bilish mumkin. 2018-yilda Obod mahalla dasturi doirasida yaxshi niyatlar bilan qurilgan maishiy xizmat ko'rsatish uyi bir kun ham faoliyat yuritmay 8 yildirki o't o'lanlar orasida bo'y ko'rsatib turibdi. O'tgan yili qurilgan sud qabul qilish punkt ham bu binoga holday bo'lib qo'shildi. Mana bu holat mahallaga biriktirilgan 17 lik a'zolarning qanday ish olib borayotganligini isbotlab turibdi. Mahallamizning asosiy drayveri qishloq xo'jaligi va chorvachilik. Aholining daromad qiladigan qismi dehqonchilikdan va chorvachilikdan deb hisoblayman. Hozirgi kunda ilgari 3000 ta, 3,5 ming ta qoramol bo'lardi, yer shoxlamollar, 4-5 ming ta qo'ychilik bo'lardi. Hozir 780 dan ziyodroq qoramol qoldi. Mayda shoxlamollarimiz 2,5-3 ming aholi turibdi. Ma'lumotda aytdingiz, chorva mollari ko'payish o'rniga kamayganligini. Aholining bunga qiziqishi yo'qmi yoki bo'lmasa, nima deydi, sharoit yo'qmi? Sharoit deyarli bor, faqat aholining hozir boshqa mehnatga layoqatligi oshib ketgani sababli, misol uchun ko'plar ustachilik bilan molni boqishda biroz qiynalayotganiga, misol uchun hovlida boqish, turar joyda boqish o'zi qiyinchilik tug'dirayotgani sababli asosan ustachilikka chiqib ketyapti yoshlarimiz. Qishloq joylarda ularga yer ajratish, yer berish ishlari ham mana amalga oshirildi. Xo'sh, sizlar bu vazifani qanday bajardilaring? Qancha odamga yer berdilaring? Necha gektar yer berdilaring? Nima ekyapti u yerda odamlar? 2024-yilgacha bo'lgan davrda 267 ta aholiga 90 gektar yer ajratilgan. O'sha savol meni qiynayapti, mana shu 12 talik masalasi. Ular hali men nazarimiz hali pastga tushib kelmagan, to'g'rimi? Ochiq aytish kerak buni deb o'ylayman. Sababi ular yoningizda turib mana shu chorva mollarini ko'rish kerak edi ular, elektr energiyasi deymiz, umuman ahvol muammolarini o'rganish kerak edi. Lekin ba'zi rahbarlar hali kelib ko'rmagan. Imkon darajasida kelyapti endi. Imkon darajasida. Nima degan bo'larsiz? Ularga nima deysiz? Shu bo'yicha murojaat qildingizmi tuman hokimligiga, shu biriktirilgan vakillarni shu mahallaga kelmayotganligi? Yo'q, murojaat qilmadim. Lekin hamkorlik bo'lsa yaxshi bo'ladi deyman hamisha. Hamkorlikda ko'p narsa bor. Mahalla raisining gapida jon bor. Bu muammolar faqat hamjihatlilikda barham topadi. Mas'ullar mas'uliyatdan o'zini olib qochar ekan, ozodalik, obodlik haqida vas sotishning hojati yo'q. Demakki, gap mahalla obodligi va xonadonlar fayz va barakasi haqida borar ekan, kameramiz obyektivi viloyatimiz mahallalariga qaratilaveradi.